Alloh haq azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah, innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun." Sadaqallohul azim. Alloh aytibdi, albatta Alloh haq azza va jalla taqvo qilguvchilar va ezgu ish qiluvchilar bilan birgadir. Bu gapni bir o'ylab ko'raylik azizlar. Birga. Agar siz hozir bitta biznes qilmoqchi bo'lsangiz, bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, yoshlar, agar sizni sherigingiz eng martabali odam bo'lsa-chi, dunyo tanigan amaldor, puldor, katta biznesmen bo'lsa, sizga qanchalik darajada ishingiz oson bo'ladi? Qancha darajada iqtisodingiz yaxshi ketadi? Chunki sizni sherigingiz zo'r. Endi shu sherik Alloh bo'lsa-chi azizlar? Alloh siz bilan birga deyapti. Kim bilan birga? Taqvodorlar bilan, yaxshi ish qiluvchilar bilan birga azizlar. Alloh azza va jalla birga ekan, demak bu dunyoda ham u dunyoda ham biz saodatga erishamiz. Nimamiz bilan? Mana shu taqvoyimiz bilan. Estaizu billah va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kim Alloh taologa taqvo qilsa, Alloh azza va jalla uni ishini oson qilib qo'yar ekan. Taqvodor odamning ishini Alloh oson qilib qo'yar ekan. Dunyoda ham, oxiratda ham. U taqvodor ishi juda oson. Nima uchun? Chunki u juda diqqat bo'lib ketmaydi. Allohga tavakkul qiladi. Bir ishi bo'lmasa, buni orqasidan yaxshilik bor, fazilat bor deydi. Taqvo qiladi-da, u Allohdan qo'rqadi. Sahobalar shunday bo'lgan. Shuning uchun ular hamma ishlarda yengillik bo'lib ketavergan. Ular siz bilan bizga o'xshab oddiy tavakkul qilib qo'ymaganda, ularniki qalbidan bo'lgan. Tavakkuli ham, taqvosi ham qalbidan bo'lgan. Ana shuning uchun agar biz qanchalik darajada Alloh azza va jallaga taqvo qilsak, shuncha bizning ishimizni Alloh osonlashtirib qo'yadi. Yana Alloh taolo Qur'onda aytadiki, kimki Allohga taqvo qilsa, "Va man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." Alloh azza va jalla uning yomonliklarini, gunohlarini o'chirib, uning mukofotini buyuk qilib qo'yar ekan. Ana taqvo. Taqvo qilaylik. Ana o'sha taqvoyimiz bilan Alloh azza va jalla siz va bizlarni gunohlarimizni o'chirib, martabamizni baland qilib qo'yar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Imom Tirmiziyda Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda taqvo qilish to'g'risida o'rgatib shunday degan ekanlar: "Ittaqillah haysuma kunt." Qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil. "Va atbi'is sayyi'ata hasana tamhuha." Agar bir yomon ish qilib qo'ysang, uni orqasidan bitta yaxshilikni ergashtirib qo'ygin. Yoki o'sha yaxshilik hali yomonlikni yuvib tursin. "Va xoliqan nas bi xulqin hasanin." Va odamlarga chiroylik, husni xulq bilan muomala qilgin. Mana taqvoni o'rgatyaptilar-da payg'ambarimiz alayhisalom. Taqvo qilish deganda nimani tushunamiz desa, birinchisida qayerda bo'lsang taqvo qilgin, ya'ni qayerda bo'lsang ham taqvo